kommentariyga yozib o'tirmanglar qiynalib. MDF yaxshi ko'rgan mijozlarimiz uchun sizlar uchun zo'r Evrolux modelimizdan qilib qo'yganmiz. 100% MDF dan bo'ladi. Shkafiga kelgan bo'lsa, shkafini ko'rishingiz mumkin. Dizaynlari juda chiroyli qilib ishlangan, ya'ni qirralari avvalning bo'ladi, 6 teshikli bo'ladi. O'rtasi oyna qilib ishlangan. Xo'p, ikkita chetida ochgan bo'lsa, ikkita chetida ham veshilka, ya'ni uzun qisqa kiyimlar uchun o'rta qatorini ochgan bo'lsa, o'rta qatorini ko'rishingiz mumkin. Chuqur polka qilib ishlangan. Bu hammasi 100% MDF dan bo'ladi. Neobычный qilib ishlangan kravatimizni ko'rishingiz mumkin. Spinalari mana shunaqa rombikli qilib ishlangan bo'ladi. Ya'ni matolari mo'shi mato bo'ladi. Kirib qolishdan, dog' bo'lib qolishdan qo'rqmasangiz bo'ladi. Buni graylanasiga ham obshivat qilganmiz ushbu matolardan. Bahaybat qilib ishlangan mana shunaqa 5 ta tortmali chesterimizga kelgan bo'lsa, ya'ni bu mini shkaf bo'ladi. Tepalarini, yollarini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa avvalning qilib ishlangan. Ruchkalari temirdan bo'ladi. Davotchik mexanizmli bo'ladi. Ochilib yopilganda, ya'ni yumshoq ochilib yopiladi. Trimosiga kelgan bo'lsa, 4 ta tortmali bo'ladi. Davotchik mexanizmli bo'ladi. Ruchkalari temirdan bo'ladi. Ya'ni oynalari mana shunaqa o'rtadan bo'lingan, avvalning juda chiroyli shakl berilgan bo'ladi. Oyoqlari ham noodatiy, neobычный bo'ladi. Shu Evrolux modelimizni biz Toshkent shahar bo'ylab yetkazish, olib borish, qurib berish mutlaqo bepul bo'ladi. Narxiga kelgan bo'lsa, narxini $1500 qilib beramiz. Chunki 100% MDF dan bo'ladi. Ushbu mebelni olmoqchi bo'lsangiz, bizda Toshkent shahar bo'ylab, ya'ni Nasiya savdo ham mavjud. Ya'ni bu komplektimizga matras kirmaydi. Matrasni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Matraslarimiz $80 dan boshlanadi. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga shunday telefon qilib olinglar, kommentariy yozib o'tirmanglar qiynalib.